Andijon tayyormisizlar? Endi skidkalar ham, narxlarni ham sindirishni boshladik. Qani obzori qizuvmi do'konni ketdingizlar bilan birga ko'rib boramiz. Ochilishimiz ertaga, ya'ni 25-fevral kuni. Konsertimiz esa 12:00 da boshlanadi, lekin sizlarni 9:00 da kutib qolamiz, chunki do'kon ochiq bo'ladi. O'zi bugun klientlarni ko'ryapsizlar. Narxlar qizuv to'g'rimi sizlarga? Kelinglar, bittalab obzor qilib beraman. 49 millik ajelimiz. Toshkentda qanaqa vitrina bo'lsa, xuddi shu vitrinani bu yerga kisira ko'p yoqib qo'ydik-ku. Mana shunaqa zo'r premium kastuvadagi krossovkalarimiz ham 69 mingdan boshlanadi. Mana shu zo'r oyoq kiyimlarimiz, tapchikalarimizni hammasini 69 mingdan qo'yib yubordik faqat sizlar uchun. Bizda faqat onalarni emas, o'rtoqlar, bolajonlarni ham o'ylab 60 ming so'mga Xitoydan kirib keladigan sketcherslarni tushirib yuborganmiz. Mana shu qator hammasi 60 ming. Undan tashqari, bu yoqda qaranglar, har xil assortimentda bolajonlar uchun oyoq kiyimni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. Hozirgi paytda 78 mingga yarim kilo go'sht bermaydigan zamonda bizda bitta oyoq kiyim beraveryapti, o'rtoqlar. Ko'rasizlar, mana 78 millik krossovkalarimiz, mashajlar hammasi oxirigacha 78 ming so'm. Undan tashqari bu yoq qator ham 78 ming so'm. 99 ming so'mkamiz esinglardami? Bomba bo'lib tugab ketgandi. Andijonga ham olib kirib qo'ydik. Bu assortiment qaranglar, qancha ko'p olib kirganmiz. Hammasi 99 ming so'm. Mana shu ikkitasini ham 99 mingga olib ketaverasizlar. Sumka assortimentimiz juda ham katta, o'rtoqlar, ko'rsanglar bo'ladi. Original sumkalardan tortib, bu yoqda lyuks, kopiya, skidkalargacha sumkalarimizni juda katta qilib olib kirib qo'yganmiz. Do'kon hududi juda ham katta, o'rtoqlar. 550 kvadrat metrdan iborat, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham hamma narsani sig'dirganmiz. Bemalol emas, tez kelishingiz kerak. Chunki ertaga уже ochilishimiz 25-fevral kuni hammalarni kutamiz.